We have breaking news as we come on the air tonight. With breaking news, that severe weather overnight, at least 23 reported tornadoes. AQShning markaziy va janubiy shtatlaridagi tornado oqibatida halok bo'lganlar soni 40 dan oshib 50 ga yaqinlashmoqda. Qo'shma Shtatlarda bir necha kundan beri tornado davom etmoqda. Tabiiy ofat asosan davlatning markaziy va janubiy qismiga zarar yetkazyapti. Amerika matbuotiga ko'ra, turar joy binolari, infratuzilma obyektlari, maktablar vayron bo'lmoqda. Ayni vaqtga kelib 300 mingdan ortiq odamlar elektrsiz qolib ketgan. Arkansas, Georgia va Oklahoma shtatlarida favqulodda holat e'lon qilingan. ABC News telekanali xabarida kelishicha, dam olish kunlarida 20 dan ortiq shtatlarda odamlar 1000 ga yaqin bo'ronlar bilan to'qnashdi va bugungi hisob-kitob bilan tornado 42 kishining halok bo'lishiga olib keldi. 9 shtatda esa tornadoning xavfi o'ta kuchli deya baholangan. Missuri shtatida 12 kishi, Kanzasda 8 kishi, Mississipida esa 6 kishi tornado qurboniga aylandi. Halok bo'lganlar orasida yosh bolalarning ham borligi amerikaliklarni qayg'uga solmoqda. Xususan, Shimoliy Karolinada 11 va 13 yoshli aka-ukalar kuchli tornado oqibatida daraxt qulab halok bo'ldi. Hukumat buni tasdiqlagan. Shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi bo'lim boshlig'i Matthew Owen Facebookda post qoldirib, daraxt ikki aka-ukaning yotoqxonasiga qulaganini ma'lum qildi. Uy yonib ketgan. O't o'chiruvchilar kelganda oilaning boshqa a'zolari ichkarida bolalarning borligini aytgan, lekin afsuski ularni qutqarish olmadi. Matthew Owenning ABC News'ga ma'lum qilishicha, tornado Mississippi shtatida soatiga 111 milyani tashkil qilmoqda. Bu taxminan soatiga 180 kilometr degani. Rasmiylar Mississippida kamida 3 kishini shamol uchirib ketganini tasdiqladi. Shtatlardagi mehmonxonalar tornado sabab uy-joysiz qolganlar bilan to'lmoqda. Aytilishicha, kelasi haftalarda 250 tacha lagerlar paydo bo'ladi. Aynan tornadodan zarar ko'rganlar uchun. Tornado Alabama shtatida ham vayronagarchiliklarga sabab bo'lmoqda. Bu yerda shamolning tezligi soatiga 136 milyadan 165 milyagacha chiqqan. Bu qariyb 265 km/soat degani. Shamol bunchalik qattiq bo'lib, vayronagarchiliklarga olib keladi deb hech o'ylamagandim, deydi Alabamaning Plantersville shahrida yashovchi Owens. U onasidan ayrilib qolgani uchun ko'z yosh to'kmoqda. Aytishicha, onasi qulagan uy ichida qolib ketgan. Alabamaning Winterboro shahrida esa tabiiy ofat zarari ancha jiddiy. Shamol o'rta maktabni vayron qilgan. Tezligi 120 milya yoki 193 km/soat bo'lgan shamol maktab avtobusini uchirib yuborgan. Avtobus esa sport zalga kelib urilgan. Okrug qutqaruvchilari Winterborodagi maktab qarshisida yashovchi 83 yoshli fuqaro halok bo'lganini aniqladi. Tornado Oklahoma shtatida 400 dan ortiq uylarni vayron qilgan. 150 ga yaqin insonlar jarohat bilan shifoxonalarga yotqizilgan. Kuchli shamol dam olish kunlarida o'rmon yong'inlarini keltirib chiqardi. Ayni paytda Oklahoma, Texas, New Mexicoda yong'in xavfi qizil darajada turibdi. Ayniqsa seshanba, ya'ni bugun Texasning g'arbiy qismi va New Mexico uchun alangali o'tishi mumkin. Odamlar bundan ogohlantirilgan. Texas, Louisiana, Alabama, Arkansas, Tennessee, Mississippi, Georgia, Kentucky va Shimoliy Karolina shtatlarining bir qismi suv toshqini haqida ogohlantirish ostida, deya xabar berdi BBC. Prezident Donald Trump AQSh Milliy gvardiyasini bo'ronga qarshi kurash uchun jalb qildi. O'zining ijtimoiy tarmoqlardagi platformalarda esa odamlarni ko'proq ibodat qilishga chaqirdi. Men va Melaniyani chuqur tashvishga solgan bu bo'ronlar sabab ibodatimizga qo'shiling, deb yozadi Trump. O'zbekiston prezidenti 17 mart kuni tornado sabab ko'rilgan zarar va qurbonlar borligi munosabati bilan Donald Trumpga ta'ziya maktubini yo'lladi. Bu haqida prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ma'lum qilgan.